Assalamu alaikum musulmon mirtawandar, sizlerle Bazar Xabar kanalı tawandar. Bugün 9 fevral Jalal-Abad şahrındayız. Kurs valyuta bağlarını ko'rsatib beramiz tawandar. Bugün Kommersiya bankda rubl 1.12 ekan. 1000 rublingiz 1123 so'm bo'ladi ekan. Euro 96, dollar 84 ekan Kommersiya bankda. Dost Kredit bankda olsa azroq ekan bu yerdan. Rubl 1112 ekan. Onda 1.12 nol ekan. Euro 96, dollar 84.75. Bank Aziyada 1000 rublining 1123 so'm bo'ladi ekan. Euro 96 ekan. Dollar 84.75 ekan tug'anlar. Ko'rib turganingizda. Bugün shunday tug'anlar kurs. Like men podдержка qilib qo'yinglar. Assalomu alaykum barlarga. Rahmat.